Xohlasa bir necha bir jinsiy partnyorlar bo'lishi mumkin. Ha, xo'p, nima bo'ldi? Shu xulosaning orqasidagi natija zino ko'paydi. G'alati zinolar ko'paydi. Jinsiy kasalliklar ko'paydi. İnsanlar nihoyatda bir hushyor bo'ladigan bir ishki, bu narsani dunyo miqyosida ko'payib ketayotganligini televizorlarda, radiolarda ko'rib turibmiz. Bu jinsiy buzuqlik. Ayollarni qo'yib, erkaklarga qarashligi. Shuzuz jinsiy. Mana shu narsa bir avj olib ketyapti. Mana g'arb mamlakatlariga qaraydigan bo'lsak, televizorga qaraydigan bo'lsak, bir kino suratida kirib kelyapti, hazil toifasida kirib kelyapti. Bir paytlar bu narsani haqida gapirsa odamlar og'zini chaqaveradi hazil qilganligidan. Lekin zamonlar o'tishi bilan televizorlarga chiqyapti, kulib qo'yishdan boshqa narsa yaramay qoldik. Shunday emasmi? Bu qanday razil, qanday iflos ish ekanligini Lut alayhisolamning qissasini gaplashganimizdan keyin bundan bahovar bo'lamiz inshaalloh. Fisq fujur bobida hali hech kim yer yuzida qilmagan gunohni boshlashgan edi. Bu livot deyiladi mana. Bachevozlik har xil adlari bor, lekin ma'nosi bitta. Ayollarni qo'yib, Alloh taolo pokiza qilib yaratib bergan ayollarni qo'yib, erkaklarga aloqa qilishligi. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Lut o'zini qavmiga aytdi, vaqtiki shunday dedi, axir sizlardan burun birorta bir kishi dunyoda qilmagan fahshni qilasizlarmi? A innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun. Axir sizlarga Alloh yaratgan ayollarni qo'yib, erkaklarga qaraysizlarmi? Albatta sizlar isrofgar qavm bo'ldinglar. Mana Sodom qavmi jinsiy buzuqlikni g'ayri oddiy yo'lini boshlashgan edi. Ash-shuzuz. Ash-shuzuz degani lug'atda g'ayri tabiiy degani, nenormallik degani, to'g'ri bo'lmagan yo'li deyiladi. Ana shu taraqqiyotni, madaniyatni yoki bo'lmasam zamonaviylikni belgisi ekan ba'zi shu bir peshqadamlikni da'vo qilayotgan o'lkalarda, yer yuzi bir burchaklarida bu kishini ixtiyori, nima qo'yamiz? Inson haq-huquqlari degan da'vo bilan xolasa erkakka yotsin, xolasa ayolga ayol uylansin. Bu qonunlashtirib qo'yiladi ba'zi bir kufr mamlakatlarida. Ya'ni ana shu ishni qilayotgan razil iflos insonlar aytadiki, bu tabiiy deydi. Bizning qonlarimizda bor deydi. Bu narsa o'zimizning qonimizda, genlarimizda bo'lgandan keyin bizdan ayb nima? Biz shuna bo'lib yaralgan bo'lsak deb turib, nauzubillah Allohga tuhmat qilayotgan bo'lib qoladi. O'chirib qo'yib beringlar, bunaqa qo'ysanglar. Bu ochiq kufr, ochiq zalolat. Bu Alloh taologa tuhmat qilishlik nauzubillah. Agar bu narsa erkak yotishligi insonning tabiatida, qonida, genlarida bo'lsa, Sodom qavmidan burungilar ham shu bilan shug'ullangan bo'lish kerak edi. Alloh taolo Qur'onda aytibdi, sizlardan burun biror kishi qilmagan ishni qilasizlarmi deyapti. Ya'ni bu hozirgi kunda nima deydi? Qora narsani chiroyli qilib reklama qilib qog'oz ko'rsa, haqqa o'xshab o'tib ketyapti. Haq narsani qog'oz ko'rib yomon qilib o'tkazib olyapti. Demak, bu narsani ham chiroyli bir doktorlarning gaplari bilan, statistika bilan, har xil yo'llar bilan hosil bo'lgan odamlar bu tabiiy narsa deb singdirayotgan paytda musulmon odam aniq bilsinki, bu ifloslik, bu razillik ana shu qavm boshlagan ish. Insonda tabiatda bu narsa bo'lgan emas. O'chirib qo'ymayman bo'ldi. Agar mana qaytaramiz gapimizni, bu insonda tabiatida bo'ladigan ish bo'lganida Sodom qavmidan burun kimdir nima qilgan bo'lish kerak edi? Qilgan bo'lish kerak edi. Ne afsus bo'lsinki, bu narsa madaniyat, taraqqiyot, kishi haq-huquqlari degan har xil da'volar bilan ko'payib ketadi dunyo miqyosida. Lekin musulmonlar hushyor bo'lishi kerak bu narsadan. Bu shunday iflos razil ishki, qavmlar vayron qilingan bo'lsa, ularda asarlari belgilab qolgan yerda betida. Od qavmi maskanlari turibdi, Samud qavmi maskanlari turibdi, lekin bu qavmda Alloh taolo yerdagi tiqib tashlagan ko'mir. Toki bu maraz yerda betiga qaytib chiqmasin degan ma'noda. Mollarda kasal bo'ladi, sibirskiy yazva degan va boshqa. O'sha bo'lib kasal bo'lgan molni o'ldirib, kuydirib, kulini 7 metr chuqurga beton qilib, ustiga turib vaqtlatadi. Shunday emasmi? Ya'ni chiqib ketmasin degan ma'noda bu razil kasaldi. Bularga ham Alloh taolo yerda shuni yopishtirib tashladi. Yerda bitta belgisi ham qolmadi ularda.
Agar bu narsa odamlar genlarida bo'lganda, odamlarda tug'ma bo'lsa, Sodomdan burungilarda ham urush bo'lgan bo'lishi kerak edi. Lekin hech kimda bo'lgan emas bu ish. Alloh taolo ana shu farishtalar bilan aytadi: "Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in." Albatta biz mujrim bo'lgan qavmga yuborildik. Ularda hammasi mujrim edi, faqat Lut oilasi. Albatta biz ularni barchasini saqlab qoldik. Lut alayhisalomning tili bilan Alloh taolo aytadi: "Atatuna zukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqakum lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun aadun." Axir sizlar erkaklarga yotasizlarmi? Alloh sizlarga pokiza qilib yaratgan juftlaringizni qo'yib, erkaklarga qaraysizlarmi? Sizlar haddinglardan oshgan qavm bo'ldinglar. Sodom ayollarga qaramasdan faqat erkaklardan bo'lgan odam bo'lgan. Birorta toza odam bo'lgan emas. Allohning rahmati bo'lsin Lut alayhisalomga. Mana shunday qavmni da'vat qilgan ekan.